Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorlik pedagogika instituti pedagogika va psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Yo'ldoshev Tojiddin Abdukarimovman. Bugungi umumiy psixologiya kursimizdan sizlarga temperament mavzusi haqida bahs va munozaralar va mavzuni tushuntirib berishga harakat qilaman. Demak, mavzuyimiz temperament. Temperament mavzusining rejalari quyidagilardan iborat. Temperament haqida tushuncha, temperamentning fiziologik asoslari, nerv sistemasi tiplarining kelib chiqishi, temperament tiplarining tavsifnomasi, faoliyatning individual uslublari va temperamentdan iborat bugungi rejamiz. Temperament degan o'zi nima degan? Temperament shaxsning individual psixologik xususiyatlari majmuasi hisoblanadi. Ya'ni u shaxsning emotsional qo'zg'aluvchanligi, harakatchanligi bilan sifatlanadigan individual xususiyatlar yig'indisiga temperament deb aytiladi. Temperament lotincha so'zdan olingan bo'lib, temperamentum degan so'z bo'lib, ya'ni bu aralashma degan ma'noni anglatadi. Temperament to'g'risidagi dastlabki ma'lumotlarni Yunon olimi Gippokrat eramizdan avvalgi o'sha 460-356 yillarda yashagan Gippokrat o'zining izlanishlari natijasida temperamentni olib kirgan buyuk faylasuf hisoblanadi. Ya'ni u temperamentning tipologiyasini o'rganib, hozirgi davrgacha shu temperament tiplarini o'rganishga harakat qiladi o'sha Gippokratning ta'limoti asosida. Yunon olimi Gippokrat ta'limoti bo'yicha, ya'ni temperamentni inson tanasining suyuqliklariga, uning suyuqliklaridan bir-biriga tafovutlanishiga, uning o'sha inson tanasidagi o'sha xiltlarning turlicha nisbatlarda joylashuviga bog'liq ekanligini tasavvur qilib o'rgatishga harakat qiladi. Gippokrat ta'biricha inson tanasida shu 4 ta suyuqlik, ya'ni xilt mavjud bo'lib, ular o't yoki safro deb aytiladi, ya'ni yunoncha choil, keyingi qon, lotincha sanguis yoki sanguis, qora o't, yunoncha melas, qora, choil o't, balg'am esa yunoncha flegma bilan iborat deb ta'kidlab o'tadi. Ya'ni mana shu 4 ta suyuqlikni har birini o'zining xususiyati va vazifalarini Gippokrat tushuntirib berishga harakat qiladi. Birinchi o'sha xolerikda oladigan bo'lsak, choil, ya'ni o'tning xususiyati deydi, bu quruqlikdir deydi. Uning vazifasi tana a'zolarida quruqlikni saqlab turishdir yoki badanni quruq saqlashdan iborat deb aytib o'tadi. Shu ikkinchisi esa lotincha sanguis, ya'ni bu qon degani, qonning xususiyati issiqlikdir. Uning vazifasi esa tanamizni issiqligini saqlab turishdan iborat deb ta'kidlab o'tadi. Uchinchisi qora o't. Qora o'tning xususiyati namlikdir. Uning vazifasi esa tanamizning namligini saqlash deb aytib o'tadi. To'rtinchisi balg'am, ya'ni flegma, shilimshiq moddadan iborat deb aytadi. Uning xususiyati sovuqlikdir. Uning vazifasi esa tanamizning sovuqligini saqlab turish deb Gippokrat o'z ta'limotlarida shu 4 ta suyuqlik bo'yicha aytib o'tib ketadi. Gippokratdan keyin Pavlov ham temperament borasida o'zining izlanishlarini olib boradi va juda ham yaxshi natijaga erishadi. Pavlov lekin Gippokratdan mustasno, Gippokrat temperamentni inson tanasini suyuqliklariga bog'lagan bo'lsa, Pavlov esa nerv sistemasini kuchlari bilan belgilashga harakat qiladi. Pavlov ta'limotiga ko'ra, nerv sistemasi tizimini u quyidagicha 3 ta xususiyatlarni ajratib ko'rsatishga harakat qiladi. Birinchi o'sha ajratgan xususiyatlardan birinchisi bu qo'zg'alish va tormozlanish jarayonining kuchi bilan belgilanadi. Ularning kuchi yuqori, o'rta, kuchsizligi bilan belgilashga harakat qiladi. Ikkinchisi esa qo'zg'alish kuchi bilan tormozlanish kuchi o'rtasidagi muvozanatlilik darajasi bilan belgilashga harakat qiladi. Uchinchisi esa qo'zg'alishning tormozlanish bilan almashinish tezligi yoki nerv jarayonlarining harakatchanligi bilan o'zgartirib aniqlab berishga harakat qiladi. Pavlov shartli reflektor faoliyatining individual xususiyatlari bilan temperamentga aloqador nerv sistemasi xususiyatlarining o'zaro qo'shiluvining nerv sistemasini tipi deb nomlaydi bu narsani.
Ya'ni Pavlov nerv tizimini tiplarini quyidagilardan iborat deb aytib o'tadi. Birinchisi shularni 4 ta tipga bo'ladi. Ya'ni bularni o'sha xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolikka 4 guruhga boshqacha qilib tushuntirishga harakat qiladi. Ularning birinchisi kuchli, muvozanatli va epchil. Ikkinchisi kuchli, muvozanatsiz, epchil. Uchinchisi kuchli, muvozanatli, sust va to'rtinchisi kuchli, muvozanatsiz va sustlik bilan ajratib ko'rsatishga harakat qiladi. Pavlov ta'limoti bo'yicha nerv sistemasi tiplarining Gippokrat ta'limoti bo'yicha temperamentning o'zaro aloqa munosabatlarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunda xolerik jo'shqin, muvozanatsiz qizg'in va serharakatligi bilan ajralib turadi. Ya'ni u temperament tipi xolerik, nerv sistemasining kuchi kuchli jo'shqin, nerv tizimlarining muvozanati esa muvozanatsiz lekin qizg'inligi bilan ajralib turadi va nerv tizimining ildamligi esa kuchini solishtiradigan bo'lsak, u serharakatligi bilan ajralib turadi deb xolerikka ta'rif beradi. Ikkinchisi, ya'ni o'sha Gippokrat bilan Pavlovda taqqoslaydigan bo'lsak, temperament tipi sangvinik, nerv sistemasining kuchi esa kuchli harakat, serharakat, nerv tizimining muvozanati esa muvozanatli, nerv tizimining ildamligi esa serharakatligi bilan ajralib turadi. Uchinchi temperament tipimiz esa flegmatik, bu kuchli vazmin, ya'ni keyingisi esa muvozanatli va inertligi bilan ajralib turadi. To'rtinchi tipimiz esa temperament tipi melanxolik, nerv sistemasining kuchi kuchsiz, nerv tizimining muvozanati esa muvozanatsiz va tormozli. To'rtinchi bosqichiga esa nerv tizimining ildamligi bo'yicha serharakat yoki inertligi bilan boshqa tiplardan ajralib turadi deb ajratib ko'rsatib o'tgan. Temperament tipi deganda insonning muayyan, ya'ni guruhini tasniflovchi psixik xususiyatlarning yig'indisi, ya'ni majmui tushuniladi. Temperament tipi deganda insonlar guruhi uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarning sodda majmuasi emas, balki mazkur xususiyatlarning qonuniy, zaruriy o'zaro bog'liqligi tushuniladi, xolos. Temperament tiplarining psixologik tavsifnomasini biz quyidagilardan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni ular mana sensitivlik, reaktivlik va faollik bilan alohida ajralib turishi bilan yana bir namoyon sifatida ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, sensitivlik bu lotincha sensus, ya'ni sezish, his qilish degan ma'noni anglatadi. Sensitivlik yuzasidan inson biror bir psixik reaksiyalarni hosil qilish uchun zarur bo'lgan o'ta kuchsiz tashqi ta'sirotlar kuchiga qarab mulohaza yuritiladi. Reaktivlik esa bu to'g'rida aynan bir xil kuch bilan ta'sir etuvchi tashqi va ichki ta'sirotlarga shaxs qanday kuch bilan emotsional reaksiya qilishiga qarab munosabat bildiriladi. Faollik esa bu borada inson qanday faollik darajasi bilan tashqi olamga ta'sir etishi va maqsadlarni amalga oshirishda obyektiv hamda subyektiv qarama-qarshiliklarni faollik bilan yengishga qarab fikr yuritiladi deb aytib o'tiladi. Shuning bilan bizning bugungi mavzuyimiz temperament borasidagi mavzuyimiz yakuniga yetdi. Xayr, sog' bo'lasizlar.